Bitta o'zi ko'rib baho berasizlar, arziydimi, yo'qmi? Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bitta o'zi kvartirani obzorini chiqaryapmiz. Bitta tanishim qilgan bu remontni. По полу 50 kvadrat Seliskida joylashgan. Общий stroy material usto haqqi hammasi 90 millionga bo'lgan. Bitta o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar, arziydimi, yo'qmi? Hamma ishi shu 90 millionning ichida, stroy materiallari ham ichida, patolog, devol, laminat, kafel hammasi. Faqat eshik, mebellardan tashqari. Eshikdan kirishga zal, detskiy, kuxni va sanuzol. Sanuzoldan boshlaymiz. Kafelar O'zbekiston 1.20 natijno qilingan, dush o'rnatilgan. Bu yer kuxni, patologlar splashnoy, devol kras qilingan, mebellar hali qo'yilgani yo'q. Nimadan kirishga glавный eshikdan to'rida detskiy, bu yerlar ham patolog bitta havas qilingan, pardalar joy qo'yilgan, gachlar urilgan, ramka. Bu yerda bitta gach, koridor, bu yerga bitta gach. Bu yer batareyani o'rni. Bu yer esa zal. Zalga ham ramkalar qilingan. Bu tomonga 3 ta ramka, bu yerga 2 ta. Hozir elektr ishlari ketyapti. Plafon, lyustralar, xudo xolasa o'rnatiladi. Bitta shu narxiga arziydimi, yo'qmi, o'zlaringiz baho berasizlar.